باب التهجد بالليل وقول الله عز وجل استعيذ بالله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. Geceler teheccüd namazı okuşaklar. Ve Allah Azze ve Celle'nin ki وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ degan söz haqida. Kechileri teheccüd namazı okuyun, sen üçün farz olanakta. Nafileten degani şu farideten leke zaideten ala salavatil mefrudati ala ulamatil ummeh. Deb tafsir qo'ygan. Bir tafsirdan. Yani bütün ümmetteki farz kılıngan 5 vakit namazın ziyade sen üçün farzdır deydi. Yani bu nafil namaz okuş, teheccüd namazı okuş, bütün ümmetin hepsi farz emez. Hasaten şu Resulullah'a farz kılıngan diyecek. Yani sen üçün farz olanakta kechilerini teheccüd namazı okuyun. Resulullah'ın sahabesine sorulanda sizin ki Allah Teala ilgili ve kim kılgınlığını namazını bırakıp ötken zat dostlar. Sizin boşundaq kechilerini teheccüd namazı okup beş çarşıkla degan chog'da shu Rasulullah'niki teheccüd namazını uzun okup kapat ketgan vaqtda shuni so'ragan ekan. So'rasa Rasululloh nechta javob bergansa, afala akuna abdan shakura degan. Allah Teala meniki ham gunohlarimni mag'firat qilib o'tgan shuna bir zot bo'lsam-mu, men Alloh Teala shukr qiluvchi kishi bo'lmaymanmi deb javob bergan. Teheccüd degan so'zniki ma'nosi o'tirukil hujud degan ekan. Yani hujud degan navm deydi. Uyquni tark et, namoz o'qi va Qur'on o'qi degan. برمضان الجميل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتحجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. Bizge Ali ibn Abdullah sözler dedi ki, bizge Sufyan sözler dedi ki, bizge Süleyman ibn Ebi Muslim, Tavus'un sözler verdi ki, o Tavus ibn Abbas radıyallahu anh'ın mutafiyetini anlamadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer kişisi teheccüd namazına oturup kalsa mutaftaydı. Teheccüd namazında dua kılattı demesini. Allahümme lekel hamd. Ey Allah, sen bütün hamd sana hastır. Sen osmanlıların ve zeminin ve osman zemindeki bağırlık kişilerin uğraştırıcısan. Kayyilgen müdabbir dediğin gibi. Ve lekel hamd leke mulk semavati vel ardı ve men fihin. Ey Allah, bütün hamd sana hastır. Osmanlıların ve zeminin ve osman zemindeki bağırlık kişilerinki igidarçılıkı sana hastır. Padişahlık sana hastır. Ve lekel hamd. Ey Allah, bütün hepsine sana hastır. Sen Osmanlıların ve zeminin ve osman zemindeki bütün kişilerinki nurdursan. Ve bütün hepsine sana hastır ey Allah, sen Osmanlıların ve zemindeki padişahlıksın. Bütün hepsine sana hastır ey Allah, sen haktırsan. Senin varan haktır. Sana küçük haktır. Ve kavlike hak. Senin sözün haktır. Ve cennete hakkun ve naru hak. Cennete haktır, dozak haktır. Ve peygamberler haktır. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Ve saat hakkun. Kıyametinki buluş haktır. Allahümme leke eslemtu ve bike amentu. Ey Allah, sana teslim oldum, sana iman ettim. Ve sana tevekkül kıldım ve senin tarafına kayıttım. Ve bike hasantu. Ve senin bağrında cidelleştim. Ve bike hasantu degen min eclike hasantul muanid vel kafirin gepken. Yani senin üçün ben hakka boysunmaydigan kişi bilen ve kafir bilen cidelleştim demekçi. Ve eleyke hakimtu. Ve sana hüküm kıldım. Bütün hükümü sana kaytırdım. Tağfirli. Şuna
mening ilgir qilgan va keyin qilgan gunohlarimni mag'firat qilgin va men maxfiy qilgan va oshkor qilgan gunohlarimni mag'firat qilgin. Antal muqaddim va antal muakhir. Ey Allah, sen ilgir qiluvchidursan va sen kechiktiruvchidursan, keyin qiluvchidursan. La ilahe illa ent. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Yani la ilahe gayruk deb mundaq gap degan. Sufyan mundaq degan. Va zada Abdul Karim Abu Umayya. Abdul Karim Abu Umayya ziyad qilib va la havla va la quvvata illa billah deb mundaq degan. Duoning oxirisida mushta ziyad kelgan. Sufyan mundaq dedi. Yetti Süleyman ibn Abi Muslim sami'ahu min Taus. O Süleyman bu hadisini Taus'tan algan. Taus ibn Abbas radhiyallahu anhumadan u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet qilib mushtaq keltirgan. Hadiski ilayka hakim qilib degan ja'altu shar'aka huval hakimu bayni va bayna man jahada al-haq degan gapni. Yine sening shariatingni ey Allah men bilan haqni inkor qilgan kishining orasida hukm qiluvchi qildim. degan gapki. Xo'sh, endi babu fadli qiyamul layl. Kechsa qiyamda turishningki fazilati haqida deydi. 1121 hadis. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bizga Abdullah ibn Muhammad so'zlab berib dediki, bizga Hisham so'zlab berib dediki, bizga Ma'mar bunda xabar bergan. Mahi deb keltirgani isnot olmoqchi demoqchi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiga hadisni yetib kelgan yana bir yo'lida İmam Buxoriy deydi, "Menga Mahmud so'zlab berib dediki, bizga Abdurrazzaq so'zlab berib dediki, bizga Ma'mar Zuhriydan, u Salimdan, Salim dadasi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan mundaq deganligini xabar bergan." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hayat vaqtida bir kishi bor edi. U kishi bir tush ko'rib qolsa, tushini Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ga so'zlab beradi. Shuniki ta'birini elish uchun so'zlab bergan tiqimni. Shunlashqa menmi bir tushni ko'rishni va bu tushni Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'ga so'zlab berishni orzu qilib qoldim. Ibn Umarning gapi mana. Men o çağda yaş bir bola edim deydi. Ve kuntu anamu fil masjid. Men Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem'nin davrida masjidda uxlaydim. Aslında bir tush ko'rishni, yaxshi bir tushni ko'rishni va buni Rasululloh so'zlab ta'birini erishni orzu qilmagandan keyin bu duosi ijobat bo'lib qoldi. Shundan masjidda uxlab yurgan kunlarning birisida bir tush ko'rdim deydi. Ki anna malakayni akhadani. Ben şuna bir tush ko'rdim, ikki farishta meni tutdi. Xuddi ikki farishta kelib meni tutdi. Bu ikki farishta meni do'zaxning yoniga ilib bordi. Fa idha hiya matwiyatun katayil bi'r. O vaqtda bu do'zax hamma taraflari qo'pirilgan ekan. Matwiyatun degan mabniyatul javanib degan gapkan bu. Katayil bi'r. Yine quduqninki hamma taraflari qo'pirilganga o'xshash, ashta hamma taraflari qo'pirilgan ekan. Quduqninki hamma taraflari qo'pirilgan bo'lsa, tayyun deb atayar ekanmiz. Agar hamma taraflari bunday qo'pirilmagan, o'sha o'rak altida bo'lsa, qalib deb atayar ekan quduqni. Quduqninki qalib degan holati, taxi qo'pirilmagan, shu o'rak holatdagi quduq degan ma'noda ekan. Agar hamma taraflari qo'pirilib qolgan holatda bo'lsa, bir urun deb ataladi ekan. Ve idâ lehâ qarnâni. Bu do'zaxninki ikki qarnâni degan ikki nimasi bor deydi. Alameti. Bunlar
İki munar var ekan oldida. Ve idâ fîhâ unâsun. Bu dozakta yani bir muncha insonlarni ko'rdim. Bu insonlarni men tunudum deydi. Lekin İbn Ömer radhiyallohu anhu ayı insonlarni tunugan bo'lsa-mu, men shuni so'zlab bergan vaqtda u insonlarni ismini atamagan ekan. Bularni satr qilish uchun ismini atamagan gapda bu. Faja'altu aqulu men a'udhu billahi minan nar deb ketdim. Alloh taologa sig'inib dozaqdan panoh tilayman dedim. Yetti İbn Ömer. Felaqiyana melekun ahar. Faqala li lam tura. Bizga yeni bir farishta uchrab, "Mana sen qo'rqmagin" deb shundoq dedi. Bu hadisin oxirida 1122 hadisda davomlashtirib keltiribdi. Faqasastuha ala Hafsata. İbn Ömer radhiyallohu anhu bu tushni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga so'zlab berishdan o'zi hayo qilib, buni o'zining hamshirasi Rasulullohning ayoli Hafsa radhiyallohu anhaga so'zlab berdi. Shuning bilan Hafsa radhiyallohu anha bu tushni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga so'zlab bergan edi. Rasululloh mundoq dedi: "Ni'mar rajul Abdullah. Bu Abdullah nəhayət yaxşı adam. Nima degan yaxshi adam bu? Agar u kechasi namoz o'qib qolsa, texim yaxshi bo'lib ketadi demoqchi. Fakana ba'du la yanamu min al-layli illa qalila." Shundan boshlab bu İbn Umar radhiyallohu anhu kechasi nəhayət az uxlaydigan bo'lib ketgan ekan. Ya'ni kechininki ko'pinchisida tahajjud namoz o'qib, nəhayət az uxlaydigan bo'lib ketgan edi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam İbn Umarninki ko'rgan tushini anglagandan keyin unga yaxshi ta'bir berdi bu tushdan. U tushida do'zaxning yoniga ilib berilibdi, lekin do'zax tashlanmabdi. Do'zaxdagi ashunda manzillarni ko'ribdi. Bunda bo'lgandan keyin Rasululloh bunga yaxshi ta'bir berib, Abdullah nəhayət yaxshi adam dedi. Bu Abdullahninki farz namozlarni joyida o'qiydiganligini, ibodatlarni boshqa ibodatlarni joyida qilganligini biladi. Bunun qarta İbn Ömer'ne Rasulullah onun yo'q bir qilmayotgan bir ibodatga boshlab qo'yish uchun sen kechasi tahajjud namoz o'qisan, texim yaxshi bo'lib ketsan deb ta'bir berdi. Shu uningdan ilgari kechalari ko'p namoz o'qimaydigan holat bor ekan deyman. Shunga uningdan keyin sen tahajjud namoz o'qisan, texim yaxshi bo'lib ketsan degan. Mush hadisninki bab bilan bo'lgan munosabati nada desa, mush kechasi tahajjud namoz o'qish insonni do'zax azobidan saqlashga ilib boradi, sabab bo'ladi demoqchi. Shunga kechasi tahajjud namoz o'qishninki fazilati deb bab qo'yishga sabab shu. Yaxshi tushlarni ko'rishni orzu qilsa bo'ladi deb inson mushadisninki mazmuni o'ynadi. Shundaqla yaxshilikni va ilmli kishi bo'lishni orzu qilish, o'zlariga yaxshi ishlarninki kelishni orzu qilish, unga erishman bo'lish joiz ish debdi. Shundaqla yaxshi tush ko'rishni orzu qilish va ko'rgan tushini o'zininki Alloh taolaning dargohida qanday odam ekanligini bilib beqish uchun bir yaxshi tush ko'rishni orzu qilsa durust bo'ladi debdi. Yaxshi tush deganninki, o'sha tushni ko'rgan odamninki yaxshi ekanligiga dalolat qiladi deydi. Babu tuli sujudi fi qiyamil layl. Kechasi qiyam turgan vaqtda sajdani uzun qilish haqida. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. عائشة رضي الله عنها عروة ابن Zübeyir'e bunda haber bergen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11 rekat namaz okuydu. Kechasi qiyam turgan vaqtda 11 rekat namaz okuydu. Osh bo'lsa Rasulullahning namozi edi. Rasulullah sajda qiladi,
Sizlarning biringlar 50 oyat o'qigan miqdorchilik muddatda sayda qiladi deydi. Beshini ko'tarishdan ilgari. Ashuna uzun sayda qildi ekan. Kechsa qiyam turgan vaqtda mesela saydani uzun qilish sunnat endi. Rasululloh bomdod namozini o'qishdan ilgari 2 rakat namoz o'qiydi. Ondan yerini besib bir oz yetib oladi. Hattoki azon to'lg'ichi kelib namozga azon to'lgan qadar deydi. Babu terkil qiyami lil marid. Hem kesel o'qigan kishininki davomli o'qib kelayotgan shu tahajjud namozini tark etsa bo'lganligi haqida demoqchi. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. Yani Peygamber Aleyhisselam ağır kılıp bir yaki iki gecede kıyamda duramagan idi demek. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Cundub ibn Abdullah radıyallahu anhu rivayet kılıp mındak degen. Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki yeniga kelishga kechib qoldi. Yani vahiy etib kelgan farishta Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki yeniga davomli vahiy etib kelib o'tib bir chaqda sal kechib qolgan ekanimda ma'lum muddat vahiy uzilib qoldi demoqchi. Şunun bilan Qurayshdan bo'lgan bir ayol mundaq dedi. Bu ayol kim o desa Abu Lahabning ayoli Ummu Jamil debdi. Abu Sufyan radhiyallohu anhuninki hamshirasi bo'lgan Ummu Jamil ekan. Tabbat yada Abi Lahab va tab deb oyat nozil bo'lgan ayol shu. Hammalatul hatab. O'zini to'shg'ish ayol. Osh ayol mundaq degan deydi. Abta'a alayhi shaytonuhu. Onunla yani Muhammed Aleyhisselam'a onun şeytanı keçip kaldı. Yani Cibril Aleyhisselam'ın şeytanı da patavatıını yedim. Kafir oğlum için. Şundan Allah Teala ayet nazil kılıp وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا diyen müşahidin şeye geldi. Yani وَالضُّحَا diyen çaşka vakti deyin gepimdi. Yani bazı tefsirlerde kündüzün hemmesi edip mi tefsir kılanken. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا Seca degan sakana degan gap ekan. Bütün etraf sukunatga cho'mgan chog'dagi kecha bilan qasamki. Va duhani kunduzda tafsir qilishga sabab nima desa, oxirdagi vallayli degan shu kecha degan bo'lgan ekan, kechaning muqobilisida shu kunduz keladi deb turib, zuhani kunduzda tafsir qilgan tafsirim bor ekan. Ya'ni kunduz bilan qasamki va bütün etraf sukunat bo'lgan chog'dagi kecha bilan qasamki. Perverdigarın seni taşlap koymadı ve sana gazaplanmadı. Hep Allah Teala müşahidin şeye geldi. Endi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki devirde vahiyning uzluq qilishi ikki qatim bo'lgan ekan. Birinchi qatimda hali sal uzun mazgil uzib qolgan debdi. Ikkinchi qatimda nihoyat qisqa mazgil uzilgan ekan, bir hafta deganda ekan. Shunchalik uzilgan ekan. Mavi va duha degan oyatninki uzib qilishi nima va duha degan oyatninki nozil bo'lishi ikkinchi qatimliq vahiy uzib qolgandan keyin nozil bo'lgan debdi. Yani nayet uzun mezgil emas, nayet qisqa mezgil uzluq qilib, Abu Lahabning ayoli agibni qilgandan keyin orqasidan Alloh taolo uning raddiya berish uchun bu payg'ambar alayhisolamni Rabbi tashlab qo'ygani yo'q degan tariqada mushoyatni tushirgan ekan. Mushu hadisni o'qigandan keyin biroz ba'zi mazmunlarni tushunib olishimizga to'g'ri keldi bunda. Alloh subhanahu va taolo mushta vahiyniki uzib qilish orqali
Qur'oni Karim orqali işte insonlarni sinaydigan gapkin. Bu vahiyning uzib qilishi qarta buningda shu vaqtdagi payg'ambar alayhissalomning davridagi insonlar ikki xil mavqeda bo'ladi. Ben müminler varsa bunu doğru düşündüm. Bunun qarta yaxshi bo'lsa bo'ladi. Bazı kafirlar bunun qarta vahiyningki Alloh taolo tarafdan kelganligini bilib turib yana o'zininki sarkashligini qilgan gibi yana. Ama şu Hammalatul Hatab degan Abu Lahabning ayoliga o'xshash ayollar masalan shaytoni bunga kechikib qoldi deb yomon so'zlarni qildi. Og'zidan mushtaq yomon gaplar chiqqan bo'ldi-da bu yerda. Şunlaşka biz Müslümanlar bu hadis qarta nimeni öğrenişimiz gerek dese her vakit Allah subhanahu wa ta'ala'dan "Ey Allah men kötüremeyen sınavlardan sınamagayın" deb dua qilib kelib turishimiz kerak. Bazı insanlar beşiktaşta sınavlar kelib qolsa, ay sınavlar qarta yaxshi bo'lsa ham bo'lmay, og'zidan yomon gaplar chiqib qolsa, uning dunyo oxiratiga yo'qolib ketilgan ashta ahvollar bo'ladi. Buni inson ayatini shulg'illigini bilmagandan keyin şunu her vakit ey Allah men kötüremeyen sınavlardan sınamagayın. Bana belki sınavlarni mening dinimni barisi qilib qo'ymagayın deb işte tilab dua qilib turishimiz kerak ekan. Bu g'oyat qilmishlar murakkab. Hoş. Babu tahridin Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ala salatil leyli ve nevafil min gayri icabin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki vacip kılmasın. Keçisi teheccüd namazı okuşka ve başka nafil namazlarını okuşka kızıktırganlığı hakkında. Ve terakan Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Fatimete ve Aliyen aleyhisselam leyleten lissalati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhani ve Ali radıyallahu anhu ikkilerini keçisi namaz okuş için uyg'otishga kelgan edi. Taraka degan jaa laylaning gapi. Keçisi keldi demekçi. 1126 hadis. Haddathana Muhammad ibn Muqatil. Akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar an az-Zuhriyya, an Hind bint al-Harith, an Ummi Salamah radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem istayqaza laylatan. فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات Ummu Salama radıyallahu anha rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keçisi uygunup mundaq dedi. Subhanallah bu keçide fitnelerden nimeler çürüldü. Hazinlerden nimeler açıldı. Hujurlarning egildiğini kim uyg'otdi? Deb shundoq degan. Endi Rasululloh bir tush ko'rgan gap shu kechada shu tushidan cho'chib uyg'onib subhanalloh degan. Demak bir narsani ajablangan vaqtda taajjublangan chaqda subhanalloh deyish sunnat shuni. Subhanalloh deb bo'lib bu kechadan shu ko'rgan tushi qarta deyotdi endi. Fitnalardan nimalar tushirildi? Hazinlardan nimalar ochildi? Hujurlarning egildiğini kim uyg'otdi dedi. Ma cümleninki oldingi cümlenin keyingi cümlenin qanday munosabati bor desa Rasululloh ko'rgan tushi qarta ana shunday gaplarni qilib bo'lgandan keyin pat yaqinda ummatimga mushtabishda ahvollar keladi deb bizga oldin xabar bergan bo'lib berdi. Bundan keyin Rasulullohning o'zining vafotidan keyin mening ummatimga mushtabishda fitnalar keladi ekan va ularga mundaq xazinlar ochilib ularga boylik farovonlik keladigan shunlashqa mushning qarta shu vaqtda mushundaq ahvollar yuz bergan chaqda sizlar namoz o'qish qoldiringlar demoqchi bu yerda. Bu hujurlarning egilini kim uyg'otdi deyishi hujur o'zining ayollarini maqsad qilyapti endi. Ayollarni o'g'itib yine tahajjud namoz o'qishga ularni da'vat qilgan bu yerda. Yine Resulullah'ın ayolları bo'lgan Resulullah'nınki işte ulug' zotning ayollari bo'lgan ayollarni erining sharpi eriningki Allohning dargohida o'rni yuqori bo'lganligi Allohning azobidan hargiz qutulib qolmaydi. Shunga o'xshagan sizlarmi shundaq bir fitna fasodlar yuz bergan chaqda
Allah Teala'nın tarafiga qaytishga oldiringlar. Tövbe istighfar aytinglar, namoz o'qinglar demoqchi bu yerda. Ya rubba kasiyetin fid dunya ariyetin fil ahire. Ya degan bu yerda harf tanbih. Yani harf nido emas, harf tanbih deydi ekanmiz. Agah bo'linglarki, bir qism dunyoda kiyim kiyguvchi ayollar bor, ular oxiratda kiyimni yalang'och qilib qoladi deydi. Yani dunyoda kiyim kiygan bilan o'ziniki avrat bo'lgan joylarini yopolmaydigan, ashta kiyimlarni kiyadigan ayollar bor, ular bu dunyoda kiyim kiygan bo'lsa-mu, oxiratda kiyim kiymaydi, yalang'och qilib qoladi. Bu dunyoda shariat buyurgan bo'yicha kiyim kiymaganligi uchun demoqchi. Makasiyetin ariyetin deganda bunun qarta necha xil shariy degan ekan hamda. Bu dunyoda yaxshi amal qilmagan, oxiratda savobdan qo'rqib qoldi deb bunday shariy deganim bor ekan. Ne kasiyetin deganda bir shariyda bu dunyoda kiyim kiysimi, u yesi kiyim kiygan bilan. Yani kasiyetin deganda yesi kiyim deb shariylabdi. Yesi kiyim kiydi, lekin uningda ma'naviy kiyim yo'q. Bu ma'naviy kiyim taqvodorlik demak. Yani qalbida taqvodorlik kiyimi yo'q. Taqvodorlik kiyimini kiymagan, shu oxiratda savobdan mahrum qilib qoladi deb bunday shariy degan ekan. Şonuçta şu alaylı bir fitne fasat yüz bergen çağda turmuşimiz paravunlup ketken ma'lum bir fitnege yo'liqib qolish ehtimoli bo'lgan chaqlarda namoz o'qishga oldirash mashru' ekan shu. Bo'libmi duo ijobat bo'lgan chaqlarda kechalari qopib tahajjud namoz o'qish, shu fitna fasatniki bizdan ko'tarilib ketish uchun va o'zimizga va biz yaxshi ko'rgan kishilarga shu fitna fasatlardan salomat qilib qolish uchun Allah Teala'ga yelinib, müşte keçileri ve başçalarda dua kılış, namaz okuş meşru' deydi. Namaz insanını işte fitne fasatlardan saklap kalıdı depti. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة. Bizga Abul Yaman so'zlab berib dediki, bizga Shuayb Zuhriydan mundaq deganligini xabar berdiki, menga Ali ibn Husayn xabar berdiki, Husayn ibn Ali uningga mundaq xabar bergan. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Husayn ibn Aliga mundaq xabar bergan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o Alining yoniga keldi. Yani keçisi geldi ve özünün kızı bo'lgan Fatima, yani Peygamber Aleyhisselam bir keçisi Ali radhiyallohu anhu bilan özünün kızı bo'lgan Fatima radhiyallohu anhaning yoniga keldi. Kelib, "Ala tusalliyani" dedi. "Sizlar namoz o'qimaysizlar?" deganda, "Faqultu man ya Allohning payg'ambari, anfusana biyadillah, fa idza sha'a an yab'athana ba'athana" deb shundoq dedi. Ali radhiyallohu anhuning gapimdi. "Ey Allohning payg'ambari, bizning jonlarimiz Alloh taoloning qo'lida ekan. Shu Alloh xolisa, Alloh bizni uyg'otishni xolisa, bizni uyg'otar ekan. Endi Alloh bizni uyg'otishni xolisa, biz o'g'nalar ekanmiz, bo'lmasa o'g'namaymiz, uxlab qoldik ekanmiz" desam, Rasululloh qaytib ketdi. Hayna qulna zalika. Men ashkabni qilgan vaqtda Rasululloh menga hech qanday bir javob bermasdan qaytib ketdi. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه. Ana Rasululloh shu qaytib ketib o'tgan chaqda o'zini yo'tishib urgan holatda "Estaizu billah ve kanal insanu akthara shay'in jadala" degan mush oyatni o'qigan holatni o'qiganligini angladim. Yani inson noati ko'p jidal qilg'uchi. Nima degan ko'p jidal qiluvchi dedim. Ali radhiyallohu anhuning gapiga qarta Rasululloh mush oyatni o'qigan gapda bu yerda. Payg'ambar alayhisalom kechki qop tajidimiz o'qisam bo'lmamdi desa, ma'qul o'qiylar deslar bo'lgan gapimni. Bu yerda unda demay, bizning jinimiz Allohning qo'lida ekan, Alloh bizni o'g'nalaydi ekanmiz, biz o'g'nalmaydi ekanmiz deb ortiqcha gap qilgan bo'lgan ekan, Payg'ambar alayhisalom uning qarta boshqacha gap qilmasdan mush oyatni o'qib, asla fikrlab o'qigan holatda qaytib ketibdi. Demak, boshqalar sizga to'g'ri gap qilsa,
onunla yine özünüzdeki rayını bayan kılıp ciddileşip oltamay, başkalarının meslahatini doğru gibi anlayın demek bir adam. برمون برجع مسك جالس حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أروة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها Ayşe radıyallahu anha rivayet kılıp mındak degan. İnkâne degan in bunun asli inne. İnne'den tahfif kılınganday. Bunun innin asli inne bulup bu inneniki ismisi hazip kılınganday. Hazip kılıngan boğaşka bu inne bir yerde zemir şen dep atıldı ekan. Muşu inne muşu inninki cümlük orni asli inne bununki ismisi hazip kılıngan, o ismisi zemir şen deydi ikimiz. Damir-i şa'ni dep bir zemir var nahvide. Zemir şen. Meyada kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeda'ul amele degan aş innaniki cevabı bo'ldi. Hakikaten Peygamber aleyhisselam bir amelni terk etdi. Halbuki Resulullah şu amelni qilishni yaxshi ko'rib tursinmi? Resulullah o'zi shu amelni qilishni yaxshi ko'rib tursinmi? Shu amelni davomli qilishni terk etdi. Nima uchun desa, boshqa insonlarninki shuni davomli qilaverib, ularga farz qilinib qolishdan qo'rqqanlik uchun deydi. Vama sabbaha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çaşkak namazını hergizim o'qib bakmagan edi. Lekin men u çaşkak namazını o'qiyman debdi. Lekin Resulullah'niki boshqa hadislarda çaşkak namazını o'qiganlik haqida rivoyat kelgan. Mani qanday birlashtiramiz desa, bu Ayşe radhiyallohu anha Peygamber aleyhisselam'niki çaşkak namazı o'qiganligini o'zi shaxsan o'zi ko'rmagan gapini. Resulullah'niki şu vaqtda 9 ayoli, ya'ni bir nikohida 9 ayolni saqlagan vaqt bo'lgan edi. Unda o'g'adikin Ayşe anamizning yoniga şu 9 kunda bir qatim keladi, şu navbat keladi. Şu unda o'g'adikin Ayşe anamizning yanında turgan vaqtda chashka namozi o'qimagan bo'lsa, şu Peygamber aleyhisselam'ın chashka namozi o'qiganligini ko'rmagan bo'lgandan keyin o'zining bilginiga asosan so'zlab turyapti Ayşe anamiz bu yerda. Demek Peygamber aleyhisselam şu ümmetiga farz bo'lib qolishdan qo'rqib, ba'zi o'zi yaxshi ko'rgan amallarni davomlashtirib qilmagan edi demoqchi ekan. Shuningdek bu kechasi tahajjud namozi o'qish boshqa ummatlarga farz emas. Masalan, Peygamber aleyhisselam farz qilgan bo'lsa-mu, boshqa ummatlarga farz emas. Boshqa nafil namozlarni davomli o'qish unchalik bizning talab qilinmagan ekan. Lekin o'qisak savobijaq. Yaxshi amallar. Mesela çeşki namazını o'qib tursak, kechasi tahajjud namazı o'qisak, bunun fazilati nihoyatda katta amallar. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة. Ummul Müminin Ayşe radıyallahu anha rivayet kılıyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kechasi mescidde namaz okudu. Resulullah'ın namazına iqtido qilib, yine bir muncha cemaatlar namaz okudu. Ondan ikinci gün ise Resulullah yine namaz okugan edi, cemaat ko'payib ketdi. Üçüncü kechasi yoki to'rtinchi kechasi cemaat texim ko'payib ketdi. İctima'u degan bir to'plashib rasmiy bir cemaat bo'ladi mescidde. Şunun bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularning yoniga chiqmadi. Üçüncü kechasi yoki to'rtinchi kechasi cemaat bek ko'p bo'lib ketganligi uchun Resulullah hujrasidan masjidga chiqmabdi. Tavbatgan vaqtda Resulullah bunday degan edi. Qad ra'aytullazi sala'tum. Sizlarninki ashundaq namoz o'qish uchun jilg'anliginglarni, nihoyat ko'payib ketganliginglarni men ko'rdim. Meni sizlarning yoninglarga chiqishdan to'sib qo'ymadi, faqatla
sizlarga shu namozniki farz qilinib qolishdan qo'rqqanligim sabab bo'ldi, shu to'sib qo'ydi deydi. Shu Ramazonda bo'lgan edi deydi. Tarovih namozida bu ishlar bo'lgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z ummatiga nihoyatda kuyinadigan rahimdil zot bo'lg'achqa o'zi ko'taradigan yana bir qism irodasichil sahobalar ko'taradigan amallarni boshqa ummatlarniki ko'tarolmay qolishdan qo'rqqanligi uchun ularga farz qilinib qolmasin degan maqsadda o'sha davomlashtirib qilmagan ekan. Allah subhanahu va taoloning durud va salomlari bu muborak payg'ambarimizga bo'lsin. Allohumma solli va sallim ala nabiyyina Muhammad. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Bugünkü dersimiz bu şekilde. Allah Teala ömrümüzge menfaatli ilm ata qilsin. Allah Teala ömrümüzni dünya ve ahirette aziz katta müminlerin qatoridan qilsin. Bugün dersimizge 7 o'quvchi qatnashibdi mana. Allah Teala